6,5 sotukdan iborat hovlimiz. 3 xona. 1, 2, 3 xona. Mana turgan joyim koridor. O'ng tarafda kuxni, koridor. Kladovkasi bilan sanuzel bunisi. Mana hovli bir xo'jalik uchun bu joy. Ha bu arkasida ikkinchi xo'jalik mana bu devordan o'tyapman. Bu yerda adil kirib chiqadigan joyi bor, yo'l bor mana bu. O'ng tarafda katta bir darvoza qo'yib, bu yerda ham ko'rsatuv joyini ikkinchi xo'jalikka tayyorlasa bo'ladi.